Men bu narsani juda ham kech tushunib yetdim. Sizga ham men bu o'rgangan narsamni tushunishingizga kech bo'lmasligi uchun bu videoda ko'rishingizni o'zim maslahat beraman. Bu o'rgangan narsamni bilgan paytim o'tmishda qilingan xatolar yoki o'tmishda bo'lgan voqealarni eslab, qaniydi shu narsani oldinroq bilganimda, hozir umuman hayotim boshqacha bo'lardi. Yoki umuman atrofimdagi odamlar umuman boshqacha bo'lardi yoki umuman o'zimning shaxsiyatim boshqacha bo'lardi deb qoldim. Hech o'zingizdan o'zingiz o'ylab ko'rganmisiz yoki xayolingizga kelganmi yoki o'zingizdan so'raganmisiz? Ba'zi bir odamlar bo'ladi, biz umuman yoqtirmaymiz. Ba'zi bir odamlar bo'ladi, ular bilan juda ham zo'r til topishib ketamiz. Ba'zi bir odamlar bo'ladi, ularda yarimta so'zdan ham tushunib olamiz. Ba'zi bir odamlar bo'ladi, xatti-harakatlari bizga yoqmasa yoki ularning yashash tarzi yoki yashash uslubi yoki qanaqadir prinsiplarini deb bizni ko'zimizga yomon ko'rinadi yoki umuman olganda bizni xarakterimizga yoki bizni to'g'ri deb bilgan narsalarimiz noto'g'ri deb bilgan odamlarni biz qaysidir bir paytda ahmoq deymiz yoki bu odam jinni deymiz yoki bu odam o'zidan ketib qolgan yoki boshqacha odam yoki boshqa sayyorada yashayapti deb o'ylaymiz. Lekin o'ylab qarasa, nimaga biz ularni yomon ko'rishimiz kerak? Yoki ular nimaga o'zi bizni yomon ko'rish kerak? O'zi hozirgi zamonda o'zining sohasi mutaxassis bo'lishdan tashqari odamlarni tushunish, odamlarga o'zini tushuntirish ham juda muhim ko'nikma bo'lib qolgan. Aslida o'zi biz fikrlashi biznikiga o'xshamagan, xatti-harakati g'alati tuyulgan odamlar rostdan ham ahmoqmi yoki buning tagida umuman boshqa narsa yotadimi? Agar siz ham atrofingizdagilarni tushunmaslik yoki atrofdagilaringiz bilan har xil noodatiy holatlarga yoki ularni yoqtirmaslik, shunga o'xshash narsalarga duch kelgan bo'lsangiz, bu videodan siz uchun, chunki men sizga bu videoda nimaga odamlar bir-birini tushunmayotgani, umuman tushunmovchilik ortidan nima yotgani va bu muammodan qanaqa chiqish yo'li borligini o'zim yaqinda o'rgangan usul orqali ochib berishga harakat qilaman. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Nodirbek. Bu YouTube kanalimni yaqinda ochdim. Sizlarga agar marketing, sotuv, biroz menejment haqida videolar qiziq bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Demak, bugungi gaplashadigan mavzuyimiz o'zim bo'lmagan ishxonada, hayotda, har qanaqa holatda kerak bo'ladigan narsa. Endi men asosan bu narsani ishga oid bo'lgan, ya'ni aynan marketing bo'ladi yoki umuman xususiy korxonada ishlashga oid qilib bog'lashga harakat qildim. Mana shu mavzuda kerak bo'ladigan, siz bilimli bo'lishingizdan tashqari sizga kerak bo'ladigan muhim usul haqida gaplashamiz. Qani boshladik. Xo'sh, videoni boshlashdan oldin bir narsaga aniqlik kiritib o'tib ketaman. Bu video umuman psixologiya haqida emas, umuman qanaqadir psixologiyaga yaqin bo'lgan mavzu haqida emas. Bu shunchaki o'zim yaqinda o'rgangan odamlarni holatidan kelib chiqib, odamlarni qaysi toifadan kelib chiqqanligidan xulosa qilgan holatda ular bilan kelishib yashash, ular bilan kelishib ishlash, ular bilan kelishib bir jamiyatda qaysidir bir narsalarni bajarish mumkinligini o'rgandim va mana shu atrofida bo'lib o'tadi. Yaqinda Thomas Eriksonning Surrounded by Idiots degan kitobi qo'limga tushib qoldi. O'zbekchada Atrofda ahmoqlar degan kitoblar. U kitobni birinchi yozilgan sarlavhasini o'zi menga juda ham zo'r ta'sir qildi. Ya'ni siz o'zimiz o'ylaymiz, biz atrofimizdagi hamma odam ahmoq, hamma odam tupoy. Lekin biz bitta o'zimiz nimamiz, aqllimiz. Xuddi o'zimizni shunaqa deb tutishga harakat qilamiz. Misol uchun sizda ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyin ana shu narsani o'qish davomida o'zim zo'r narsani o'rgandim. Xullas, odamlar umumiy kelib chiqib, bu ilmiy tadqiqot asosida Amerikada shunaqa kompaniya bor, DISC degan metod bor. U asosida ko'plab katta kompaniyalar xodimlarni o'qitish, xodimlarni umumiy korporativ kulturani o'rgatishda juda ham keng qo'llaniladigan milliard dollarlik kompaniya. Ana shu kompaniyani qo'llaydigan usulidan kelib chiqib yozilgan kitob. Ana shu tizimda shu narsani aytadiki, odamlar 4 ta toifaga bo'lingan. Ya'ni bu birinchisi qizil toifa, ikkinchisi bu sariq toifa, uchinchisi yashil toifa, to'rtinchisi ko'k toifa. Hozir sizlar bilan har bitta toifa haqida gaplashib chiqishga harakat qilamiz va aniq bilaman, siz ham ana shu toifaga berilgan ta'riflarni eshitganingizda o'zingiz atrofingizdagi do'stlaringiz, hamkasblaringiz yoki rahbaringiz yoki qarindoshlaringiz ichidan o'zingiz toifalarga bemalol ajratib ola olasiz. Chunki men o'zim bilan hayolimda toifalarni o'qiyotgan paytimda faqat oldimga ana shu shaxslar gavdalanishni boshladi. Demak, boshladik. Birinchi toifa
qizil toifa haqida gapiriladi. Qizil toifadagi odamlar bular o'zi kimlar? Qizil toifadagi odamlar gapni cho'zishni yoqtirmaydigan, juda ham agressivni, hamma narsani tez bo'lishini xohlaydigan, bor e'tibori, bor fokusi natijaga yoki qanaqadir bitta ishga qaratilgan, energiyasi juda kuchli bo'lgan, ko'pincha boshqalardan hamma narsani talab qiladigan odamlar toifasiga aytiladi. Misol uchun tasavvur qiling, siz juda ham bir odamlar bilan muomala qilishga harakat qiladigan, munosabat qilishga, ular bilan yaxshi salom alaykum qilib turib, keyin sekin ohistalik bilan maqsadingizga o'tadigan odamsiz. Lekin siz bittasiga telefon qildingizda, "Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz?" deb endi so'zni sal uzoqdan olib kelib tushuntirmoqchi bo'lganingizda, kimdir sizga "Eshitamansiz, tezroq gapiring" dedi. Va sizga bu aniq noto'g'ri tuyuladi. G'alati eshitiladi. Nima bu? Jinni bu odam, nimaga bu odam menga unaqa nima qilyapti, muomala qilyapti, men u bilan to'g'ri salomlashgan bo'lsam, boshqa qilgan bo'lsam, deb u odamdan biroz xafa bo'lishingiz ham mumkin va bu tabiiy. Lekin men shu narsani tushundimki, u odamlarda bu qilgan usuli bu normal. Ya'ni sizni ulardan xafa bo'lishingiz normal bo'lganidek, ularning ham o'zini qilgan ishi o'zlari uchun bu normal hisoblanadi. Qizil toifadagi odamlar xuddi shunaqa odamlar. Ya'ni misol uchun men o'zimni ham o'rtog'im bor. Men telefon qilib bir narsalarni sal uzunroq tushuntirmoqchi bo'laman, lekin juda ham tezda telefonda o'chiraman yoki tez gapir yoki boshqa qil. Ya'ni men unga nimadir demoqchidirman balki men unga qanaqadir gapimni yetkazdirmoqchi bo'lgandirman. U tafsilot bilan umuman qiziqib o'tirmaydi. Unga asosiy kerak bo'ladigan narsa bu faqat ish bitishi, qanaqadir narsani tezroq bo'lishi, qanaqadir natija tezroq kelishi bo'ladi. Mana shu toifadagi odamlar. Endi bu odamlarning asosiy, ular uchun eng asosiy prioritetdagi narsa bu rezultat va o'sha o'ziga oldiga qo'yib olgan maqsad hisoblanadi. Ana shu maqsadiga qancha tez erishishi kerak bo'lsa, ana shu maqsadni amalga oshirish uchun har qanaqa narsani qilishdan tap tortishmaydi. Ular birovning ko'nglini og'rib o'tiradimi yoki yo'qmi, unaqa o'ylamam o'tirmaydi. Chunki ularning asosiy prioriteti bu natija. Tezroq natija bo'lishi kerak. Boshqa narsaga umuman o'rin yo'q. Ko'ngil bo'shlik, nima degan narsa. Ular uchun shu narsa. Ya'ni ular uchun bu normal juda ham. Ya'ni ular qattiq qo'l bo'ladi, juda ham bir tajovuzkordek ko'rinadi boshqa odamlarning ko'ziga. Hamma narsani nazoratga ushlamoqchi bo'ladi, buyruq beradi yoki unga buyruq bersangiz unga yoqmasligi mumkin masalan. O'zini juda ham fikrini keskin tarzda ham ifodalab nima qilaveradi. Ya'ni ularga aylanma yo'l bilan gapirishga harakat qilsangiz, ular tezda qochadi. Menga bu narsa kerak emas, tafsilot eshitib o'tirishni xohlamaydi. Qisqa lo'nda maqsadga o't. Mana shu tipdagi odamlar. Endi o'ylab ko'ring, mana shu tipdagi odamlar o'z atrofingizda bormi yo'qmi? Xo'sh, demak, qizil toifani ta'rifini eshitgandan keyin xayolingizga birorta odam kelgan bo'lsa, yana buni davom ettiraman. Bu o'sha ta'riflarda to'g'riligini yana ham tushunib borasiz. Bunaqa qizil toifadagi odamlar o'zlarining fikrlarini juda ham keskin ifodalaydi. Odamning ko'ngli bilan hisoblashib o'tirmaydi. Chunki boshda aytganimizdek, ularning asosiy maqsadi munosabatga yo'naltirilgan emas, balki maqsadga yo'naltirilgan. O'zi odamlar toifasiga ko'ra shunaqa. Munosabatga yo'naltirilgan odamlar bo'ladi va maqsadga yo'naltirilgan toifadagi odamlar bo'ladi. Chunki ularda xarakteri, ularda kelib chiqishi o'zi shunaqa bo'lgan. Shu sababdan ulardan boshda xulosa sifatida aytib qo'yaman, xafa bo'lish noo'rin. Chunki ularning o'zining tabiati shunaqa, ularni umuman o'zgartirib bo'lmaydi. Endi bu qizil toifadagi odamlarga ko'proq rahbarlar moyilroq bo'ladi. Ya'ni rahbarlikka moyilroq odamlarning o'zi toifasi qizilga yaqin bo'ladi. Qizil toifadagi odamlar bo'ladi. Chunki unaqa toifada bo'lmagan odam vazifani qildirishga, aniq maqsadga qarab harakatlanmasa, biznes tabiiyki nima qilmaydi, rivojlanmaydi. Shuning uchun ularning agressiyasi, ularning qattiqqo'lligi, ularning tajovuzkorligi qaysidir bir toifadagi odamlarga teskariroq bo'lib tuyulishi mumkin. Endi ikkinchi toifadagi odamlar haqida gapirib beraman. Bu sariq toifadagi odamlar. Xo'sh, sariq toifadagi odamlar ular kimlar? Sariq toifadagi odamlar bular juda optimizmga berilgan odamlar. Ya'ni juda optimistlar. Kelinglar, katta-katta orzu qilaylik, kelinglar katta-katta niyatlar qilaylik deydigan o'ta ham darajada realist bo'lmagan optimist odamlar. Ya'ni ular hamma narsani yaxshiligini ko'radi, hamma narsada kulguni ko'radi, hamma narsada bir qanaqadir bir yaxshiroq jihatda ko'rishga odatlanib qolgan odamlar hisoblanadi. Ya'ni hayotga juda ham yorqin ko'z bilan qaraydi, ichki
o'zini ijobiy energiyasi juda ham yuqori bo'ladi, odamlar bilan kommunikatsiya zo'r qiladi, ilhomlantiradi ularni, jamoasida motivator rolini o'ynaydi, boshqalar bilan sizni orangizda misol uchun muomala ko'prigi bo'lib xizmat qilish mumkin yoki umuman olganda kompaniyaga yangi g'oyalar olib keladigan generator vazifasini ham bajarib beradi. Sariq toifadagi odamlar hazilkash bo'ladi, tez gapirib turadi, tashabbuskor bo'ladi, hamma narsani tez gapirishga nimasi ko'proq bo'ladi. Ya'ni haddan ziyod ko'p gapiradi, haddan ziyod ko'p g'oyani ilgari suradi. Ichki o'zini energiyasi yuqori bo'lganligi uchun qolganlarga ham mana shu narsani yuqtirishga harakat qiladi. Qizillardan farqli o'laroq ularning asosiy nimasi munosabatlarga qaratilgan, ya'ni ular munosabatlarga qarab yuradi. Bu sariq toifadagi odamlar juda ham gapga usta bo'lganligi uchun, ichki energiyasi yuqori bo'lganligi uchun odamlar bilan juda ham tez chiqishadi, juda ham tez tanish orttirishadi. O'zini g'oyasiga ham ishonadi, boshqalarga ham ishontirishga harakat qiladi. Har qanaqa muammoni ijobiy tomonidan ko'rsatib bera oladi qolganlarga. Juda ham bir xillikdan tez zerikib qoladi, bir xil qaytariladigan ishlarni yomon ko'radi. Lekin hammani gapga solib, tez-tezda kelib qaytadan odamlarni charchagan paytda refresh qilishga moyilligi bor bo'lgan odamlar hisoblanadi. Ya'ni har doim misol uchun qanaqadir loyiha aytadigan bo'lsangiz, u sizga boshqacharoq rakursdan qarashga harakat qiladigan tipdagi odamlar sariq toifadagi odamlar bo'ladi. Misol uchun shaxsiy hayotdan kelib chiqadigan bo'lsak, misol do'stlaringiz orasida bo'lish mumkin. To'satdan o'zidan-o'zi birorta yangi nimalar ketdik bir joyga borib kelamiz, misol uchun ertaga yoki dam olish kuni ketdik Chorvoqqa chiqib, misol uchun massava ichib kelamiz degan taklifni o'zidan-o'zi beradigan odamlar aynan shu sariq toifadagi tipdagi odamlarga kiradi. Ya'ni ular rejalashtirmasdan turib qorishadi. Lekin sariq toifadagi odam mana shu paytda shu taklifda chiqqanda biz bundan oldin aytib o'tgan qizil toifadagi odamga bu g'alati tuyuladi. Ya'ni yo'q, men rejam bor, men bu paytda mana bu uchrashuvda bo'lishim kerak, bu narsani qilishim kerak. Yo'q, bormaydi. Siz o'ylashingiz mumkin, qanaqacha sizga dam olish kuni do'stlarimiz hamma taklif qilyapti, bormasa xafa bo'ladi deb o'ylamaydi ham deysiz. Uni tabiat kelib chiqishi shunaqa. Sariq toifadagilarni kelib chiqishi shunaqa, ya'ni optimistga boy bo'lgan toifadagi odamlar bo'ladi. Endi undan keyingi 3-toifadagi odamlar bu yashil toifadagi odamlar. Endi yashil toifadagi odamlar kimlar? Yashil toifadagi odamlar o'zi uchun tinchlikni va xotirjamlikni, barqarorlikni ta'minlashni xohlaydigan odamlar. Ya'ni menga tegma, men ham senga tegmayman. Indamasdan o'zini ishini qiladigan, birov bilan ishi bo'lmaydigan, ommani rioyasini qiladigan, misol uchun qizil toifadagi bilan sariq toifa bir-biri bilan janjallashganda har doim o'rtada eng insoniylikni o'rtaga qo'yib, xotirjam, o'zini zarariga ishlasa ham xotirjamlikni tanlaydigan tipdagi odamlar yashil toifadagi odamlar bo'ladi. Ya'ni men e'tiborda bo'lsam ham ishlayveraman, menga nimasi yo'q, farqi yo'q. Qanaqadir o'zgarish bo'ladi, kompaniyada transformatsiya bo'ladi, o'sha paytda ham indamasdan o'zgarish emas, hozirgi holatini ma'qul ko'radigan tipdagi odamlar bu yashil toifadagi odamlar hisoblanadi. O'zini fikri bo'lsa ham, lekin agar u fikrini bildiradigan bo'lsa, odamlar xafa bo'lib qoladigan bo'lsa, u fikrini bildirmaydi. Odamlarni rioyasini qilib, ko'nglini olib, ularning asosiy maqsadi munosabatlarga yo'naltirilgan bo'ladi. Ya'ni ish tugab ketadi, ish o'tib ketadi, lekin munosabat doim qoladi degan ma'nodagi prinsipni mahkam ushlaydigan tipdagi odamlar bo'ladi. Ya'ni juda ham ular sokin odamlar bo'ladi, vazmin, sokin ohangda gaplashadigan odamlar bo'ladi, bahsga kirishni yomon ko'radi, mayli deb javob beradi doim, mayli deydi. Hech bo'lmaganda siz fikringiz noto'g'ri bo'lsa ham, uni yuzingizga baralla noto'g'ri demasdan o'ylab ko'rishni aytadigan tipdagi odamlar bo'ladi. Har doim sizga yordam berishga tayyor bo'ladi. O'zini vaqti ketsa ham, o'zini qanaqadir ortish energiyasi ketsa ham, siz yordam so'rasangiz, u shunaqangi odamki, sizni yaxshi odam deb hisoblaydi va sizga yordam berishga tayyor bo'ladi. Bu tipdagi odamlar ham sizni o'zingizni ishxonangizda yoki do'stlaringiz orasida bo'lishi mumkin. Ya'ni ular ko'p unaqa diqqat markazida bo'ladigan odam emas, shovqin joylarda bo'lmaydi. Kompaniyada ishlaysiz, qizil toifa ham bor, sariq toifa ham bor, yashil toifa ham bo'lsa, qizil toifa misol uchun bitta vazifani sal bir xilda ketayotgan bo'lsa, nimaga bu kam ketyapti, ko'p ketadi deb agressivni yondashadigan bo'lsa, sariq toifa kelinglar buni boshqacharoq yondashuvdan qilib ko'raylik deb taklif bersa, yashil toifadagi odam qo'yaveringlar, yaxshi ketyapti-yu, shu usulda ishlayveraylik degan narsani oldinga suradigan tipdagi odamlar bo'ladi. Ya'ni bir xillikda komfort zonani xohlaydigan tipdagi odamlar bo'ladi. Endi shaxsiy hayotdan kelib
misol qilib aytadigan bo'lsak, u misol uchun siz bilan hech qachon janjalga bormaydi, urushmaydi, lekin xafa bo'lganini ham bildirmaydi. Siz bilan gaplashsa, sizdan xursandek o'zi ko'rinib turaveradi, lekin ichida yig'layotgan bo'lishi mumkin, yashil toifadagi odam. Lekin unaqa birov bilan urushib, janjallashib, unaqa konfliktga bormaydi. Doim tinchlikda, doim o'rtalikda ushashga harakat qiladigan tipdagi odamlar bo'ladi. Endi keyingi tipdagi odamlar bor, oxirgi tipdagi odamlar. Ana shu tipdagi odamlar aytganimdan keyin bularni umumiy birlashtirib, ular bilan qanaqa chiqish mumkin? O'sha narsalar haqida aytib berishga harakat qilaman. Bular ko'k toifadagi odamlar. Ya'ni ko'k toifadagi odamlar kimlar desa, ko'k toifadagi odamlar aniqlikni, to'g'rilikni va mukammallikni o'zini prinsip sifatida oldinga suradigan odamlar. Endi menga ko'proq moliyachilar xayolimga keladi bunaqa paytda. Yashil toifadagilar deganda ko'proq HRlar xayolimga keladi. Nima toifadagilar? Ko'k toifadagilar deganda ko'proq moliyachilar xayolimga keladi. Ya'ni har doim analitik fikrlaydi, tahliliy fikrlaydi, strukturaga yondashadi, aniq mezonlar bo'lishni xohlaydi. Misol uchun bitta ishni 2 haftadan keyin tayyor bo'ladi desangiz, qaysi sanadan boshlab hisoblanadi u 2 hafta? Misol uchun bugungi sanadanmi yo ish boshlangan sanadanmi yoki ish kunlari degan amal qilinadigan sanadanmi? Ya'ni haftada 5 kun ish bo'ladigan bo'lsa, qaysi sanadan boshlanadi deb sizdan aniq, konkret darajada narsani so'rab oladigan va har bitta ishga kerak bo'lsa shubha bilan, negativ bilan deganda qanaqadir ana shu ish amalga oshmaydi degan nuqtai nazardan qarashga odatlangan odamlar bo'ladi. Va bu odamlarni ham o'zini tutadigan holati bu normal. Ya'ni buni normal qabul qilsa bo'ladi. Misol uchun sariq toifadagi odam uchun bu qanaqadir noto'g'ri narsa deb tuyulishi mumkin. Yoki qizil toifadagi odam uchun ko'k toifadagi odamni yumushi, ya'ni tutayotgan roli unga sekinlik, xuddi ishxonadagi ishni orqaga tortayotgandek ko'rinishi mumkin. Lekin ko'k toifa o'zi uchun bu narsani to'g'ri deb qilyapti. Endi ko'k toifali odamda o'zi umuman xulq-atvori qanaqa bo'ladi desa, suhbatlarda juda mulohazali, juda ehtiyotkor, juda vazmin, juda og'ir vazmin. Kerak bo'lsa, misol uchun hissiyotini aniqlay olmaysiz. Ko'zidan nima demoqchiligini, o'zini qanaqa tutayotganligini bila olmaysiz. Xuddiki siz bilan suhbatda qanaqadir bir hissiyotsiz, bir his tuyg'usiz bo'lgan odam gaplashyapti deb o'ylaysiz. Ular ortiqcha detallarga kiradi, to'g'ri, lekin ortiqcha, misol uchun sariqlarda katta-katta orzu, katta-katta balandparvoz gaplarni qabul qila olmaydi. Ortiqcha gapirish, boshqa degandek qabul qilishadi bunaqa tipdagi odamlar. Ya'ni taxminan degan javobni umuman yomon ko'radigan odam bo'ladi. Indamasdan eshitishni yaxshi ko'radi, sukutni yaxshi ko'radi, indamasdan eshitadi sizni fikringizni. Agar qachonki uni ishontira olsangiz, u keyin siz tomonga yurishi mumkin. Lekin sizni gapingizga misol uchun xo'p ham devormaydi, darrov yo'q ham devormaydi. Misol uchun qizillar juda keskin bo'lsa, ko'klar juda ehtiyotkor, juda mulohazakor, o'ylab, fikrlab, lekin har bitta ishingizga shubha bilan qaraveradi. Va bu sizni qanaqa aysidir ma'noda xunob qilish mumkin. Ya'ni nimaga meni ishimga shubha bilan qarayapti degan narsa sizda bo'lishi mumkin. Misol uchun sizni nimangiz bor, bitta do'stingiz bor, qanaqadir sayohatga chiqishni rejalashtirdinglar, lekin u hamma narsani detalma-detal bilib chiqqandan keyin ham sizdan so'rashni boshlaydi. Ob-havo qanaqa, qachon qaytilmasa nima bo'ladi, hamma yomon ssenariylarga chiqib chiqadi. Misol uchun sizning maqsadingiz prosta tak dam olish. Misol uchun sariq toifadagi odam bo'lsangiz, ob-havo yomon bo'lar ekan desa, yaxshi niyat qilgin, yaxshi fikr bilan qaragin, hammasi zo'r bo'ladi. Yashil toifa unaqa paytda fikr bildirmaydi. Qizil toifadagi odam prosta borsa, qaytsa bo'ldi, misol uchun. Endi to'g'ri, ko'k toifadagi odamlar mulohazakor, ehtiyotkor odamlar bo'ladi, lekin bularda kamchiliklari, misol uchun hamma narsani mukammal qilishga intilganligi uchun ba'zi bir narsalar cho'zilib ketib qolishi mumkin. Undan tashqari tanqidga berilib ketib qoladi. O'ziga ham, boshqaga ham nisbatan. His-tuyg'ularni ifodalashga juda qiynaladi. Bu degani his-tuyg'u yo'q degani emas buni. Prosta his-tuyg'ularni ifodalashga qiynaladi. Uni bag'ri keng emas deb odam deb o'ylab qolishingiz mumkin, lekin aslida unaqa emas. U tipdagi odam. Jamoani sekinlashtiruvchi sifatida qabul qilinishi mumkin bunaqa tipdagi odamlar. Endi hozir sizlarga o'sha 4 ta tipdagi odamni tushuntirib berdim. Ya'ni qizil toifa, sariq toifa, yashil toifa, ko'k toifa. Bu odamlarning har birini o'zini tutadigan yo'li o'zi uchun to'g'ri. Bu metodni ixtiro qilgan odamlar aytishadiki, inson dunyo yer yuzidagi 85% odam mana shu keltirilgan 4 xil rangdan eng kamida 2 xil rangga moyilligi bo'ladi. Ya'ni atigi 5% odamgina bir xil rangda
to'liq bir xil rangga mos tushgan bo'ladi. Ya'ni biz hozir yuqorida aytib o'tilgan 4 rangga qaysidir bir sifatlarga ega odamlar bo'lishimiz mumkin. Ya'ni kim qaysidir birimiz qizildan ozgina olgan bo'lishimiz mumkin, ozgina yashildan olgan bo'lishimiz mumkin, ozgina saridan olgan, balki 3 ta rangga to'g'ri kelishi ham mumkin, lekin hech qaysi bir odam 4 xil toifaga to'g'ri kelmaydi deb aytiladi. Endi bu narsalarni men nimaga aytdim? Endi misol uchun siz o'zingizni rangingizni qaysinga mosligini, qaysinga mos tushishini bilganingizdan keyin aynan atrofingizda, qarshingizda turgan odamni qaysi rangga, qaysi toifaga mansubligini bilib, u bilan to'g'ri chiqishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, deylik qizil toifadagi odam bilan qanaqa qilib chiqishingiz kerak o'zi. Qizil toifadagi odam bilan chiqish uchun eng kerakli bo'ladigan narsa, misol uchun siz reja bilan gaplashishingiz kerak. Ya'ni unga ortiqcha tafsilotni aytib, uzoqdan olib kelib, uni chuqur tafsilotlarga kirishdan ko'ra, mana bu ish mashina narsa ketadi, buni qilsak bunaqa bo'ladi, buni qilsak bu bo'ladi. Sizga mana shunaqa vazifa tushadi, menga bu tushadi. Buni men qilaman, siz mamnun qilasiz, bu paytda qilasiz. Tamom. Ortiqcha tafsilot ham shart emas, ortiqcha gap so'z umuman shart emas. Unga qisqa, lo'nda, aniq gapirasiz va qizil toifadagi odam bilan bemalol chiqasiz va o'zingiz ham stress bo'lmaysiz. Va sizga mana shu naqa juda bir ortiqcha tajovuzkorlikroq ma'noda yoki juda ham keskinroq ohangda kimdir gapiradigan bo'lsa, unda xafa bo'lib o'tirmang. Yaqinda bitta voqea bo'ldi, bitta joyga ish taklif sifatida chaqirishdi. Vaholanki men ish izlamayapti edim, lekin qiziq tuyuldi, bordim. Borganimda rahbar odam kirib kelishi bilan bundan oldingi HR bilan suhbatlashayotgan paytimizda HR juda bir yumshoq, juda bir yashil toifadagi odamdi. Ya'ni munosabatni qadrlaydigan, odamlarni juda ham bir qadrlaydigan toifadagi odam. Juda yaxshi gaplashib o'tiribmiz. Tashqaridan rahbar kirib keldi. Rahbar g'irt qip-qizil odam edi. Juda ham qizilga moyilligi yuqori bo'lgan odam edi. Keldida salom alik qilgandan keyin, ya'ni salom alik ham juda qisqa, salom, ozgina hol-ahvol va shundan keyin birdaniga keskin savolga. Nima ish qo'llatib qo'ygansan? Tasavvur qiling, agar siz shu savolda sizga kimdir birdaniga keskin ravishda birinchi marta ko'rib turgan odamingiz nima ish qo'llatib qo'ygansan degan savolni bersa, siz aniqki u odamni juda ham bir o'zidan ketib qolgan, juda ham bir o'ziga juda ham ortiqcha ishonib olgan, madaniyatsiz odam sifatida qabul qilishingiz mumkin. Bitta siz emas, juda ko'plab odam shunaqa qabul qilish mumkin, ayniqsa o'zbek jamiyati. Chunki bizning jamiyatda muomala, odamlar bilan gaplashish degan narsalarga juda jiddiy e'tibor qaratilganligi uchun bunaqa turdagi savollar agressiv deb qabul qilinadi va katta ehtimol bilan unaqa joyga yaqinlashmaslikka harakat qilinadi. Va birdaniga sarosimaga tushib qolish ham mumkin. Men bu narsani tushunganligim uchun, bu narsani bilganligim uchun sirazi o'sha paytda to'g'ri javoblarni berishni boshladim va u odamni qilayotgan muomalasi men uchun normal tuyulishni boshladi. Ya'ni misol uchun agar men bu narsani bilmagandim, menda ham birdaniga sarosimaga tushish, qanaqadir qo'pollik ma'nosida tushunishim mumkin edi, lekin men uchun bu normal edi. Ya'ni bundan keyin sizga ham shunaqa qizil toifadagi odam uchrab qoladigan bo'lsa, o'sha qizil toifadagi odam bilan bemalol ochiqchasiga o'zingizni fikringizni ochiq gapirib, tafsilotlar bilan emas, qisqa, uzun, aniq prinsip bilan, ya'ni aniq qattiq pozitsiya bilan. Mana bunaqa bo'ladi, meni fikrim shu. Va aniq faktlar bilan gapirsangiz, u odam bilan bemalol chiqishingiz mumkin. Ya'ni u odam bilan boshqa munosabatga kirishga harakat qilmang. Unaqa odamlar o'ziga munosabatga ortiqcha odamlarni yaqinlashtirmaydi. Chunki ular o'zini tutayotgan rolini to'g'ri deb hisoblaydi. Misol uchun, bitta odam ishxonasidagi hamma odamni ular jinni, ular bo'lmaydi, ishlashma olmaydi degan bo'lishi mumkin. Ishxonasidagilar ham bu rahbarni hammasini yomon ko'rish mumkin va bu ham normal. Lekin sizga shunaqa toifadagi odam uchrab qoladigan bo'lsa, u bilan dushman bo'lishdan o'rniga u bilan til topishni o'rganishingiz to'g'riroq bo'ladi. Chunki qizilda o'z-o'zidan kelib chiqadiki, ular natijaga asoslangan odamlar bo'lganligi uchun ularda qayerdadir o'zining juda ham muhim o'rni bor. Ularni bajaradigan funksiyasini boshqa hech qaysi bir toifadagi odam bajara olmaydi. Shuning uchun ularda shaxsiy, gapirgan qattiqroq gaplarni shaxsiylarga olmang. Xo'p, endi sariq toifadagi odam bilan uchrashib qoladigan bo'lsangiz, unaqa odam bilan qanaqa qilib siz o'zingiz chiqishingiz mumkin? Misol uchun, ya'ni sariq toifadagi odam bor atrofingizda, doim optimist, har doim yangi g'oyalar bilan keladi, hamma narsani, yaxshi tomonini ko'radigan odam, u odam bilan qanaqa chiqish kerak? Uni endi u odamning bitta minus tomoni bor, u ko'p gapiradi, lekin amal qilmaydi. Ko'p gapiradi, lekin o'zi amal qilmaydi. Yoki qanaqadir narsaga fokus qarata olmaydi. Bitta narsani gapiradi-da, keyingisiga o'tib ketish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Shuning uchun sizga u gapirdimi, u ko'p gapiradi, lekin yaxshi tingla olmaydi. Shuning uchun unga sariq toifadagi odamga siz chuqur gaplaringizni gapirib o'tirishingiz shart emas. Shunchaki uni g'oyalarini eshiting, uni qadrlang, unga yana boshqacharoq rakursdan qarab ko'rishini maslahat bering
uni ko'rib chiqishingizni albatta unga yetkazing. Chunki shunda u keyingi safar g'oya berishda sizni oldingizga kelayotganda o'zini cheklashga harakat qilmaydi. Siz bilan ko'proq gaplashishga keladi, sizga ko'proq qanaqadir g'oyalar olib kelishda o'zi tashabbuskor rolini o'ynaydi. Va unaqa odam bilan siz dushman bo'lmaysiz. Ya'ni siz qanaqadir tushkunlikka, qanaqadir depressiyaga tushib qolgan paytingizda ham u sizni hozir o'sha holatingizdan ham qanaqadir yaxshilik tomonini ko'rsatib bera oladigan o'zini noyob fazilati bo'ladi. Mana shu narsadan siz foydalanib qolsangiz, bu o'zingizni juda katta yutug'ingiz hisoblanadi. Endi yashil toifadagi odamlar, ular bilan qanaqa chiqish kerak? Endi yashil toifadagi odamlar bilan qanaqa chiqishdan oldin ularning kamchiliklari haqida gapirib o'tib ketadigan bo'lsak, ular qaror qabul qilishda juda ham sust bo'ladi. Ya'ni qanaqadir muhim qarorlarni yashil toifadagi odamlarga berib qo'yish kerak emas. Chunki ularning mustaqil o'zini fikri juda ham kamdan kam hollarda bo'ladi. Agar mustaqil fikri bo'lgan holatda ham uni ommaviy oshkora e'lon qilish olmaydi. Chunki ular doimo tinchlikni, barqarorlikni xohlaganligi uchun bu narsaga yo'l qo'yishmaydi. O'zini o'ylamasdan boshqalarning istagiga ergashganligi uchun ham ularga qaror qabul qilish vakolatini berish noto'g'ri bo'ladi. O'zgarishlardan qochadi unaqa toifadagi odamlar. Ular bilan qanaqa chiqish kerak? Ularga qanchalik ularni qadrlayotganingizni doimiy ravishda aytib turing. Ya'ni aynan unaqa turdagi odam bilan birga ishlayotganligingiz, aynan unaqa turdagi odam sizga kerakligi, aynan unaqa turdagi odam, ya'ni kimdir sizni tinglash kerak bo'lsa, aynan u odam bo'lganligi uchun unga rahmat aytishingiz mumkin, masalan. U doim orqa fonda yuradigan odam bo'lganligi uchun oldi fonlarda ko'rinmaydi, orqa fonlarda ko'rinadigan odam bo'lganligi uchun uni borligini doimo unga his qildirib turish kerak. Ya'ni uni fikrini qat'iy ohangda, misol uchun qizil jahli chiqadi, nimaga sen o'zingning fikring yo'q, nimaga sen o'zingning pozitsiyangni bildirmaysan degan narsani ochiqchasiga gapiradi. Lekin bu yashilga unaqa ortishi, yashilga to'g'ri bosim bo'ladi, siqiladi, boshqa qiladi, lekin mana shu paytda siz qaysi toifadan bo'lishingizdan qat'iy nazar yashil bilan gaplashayotganda biroz yumshoqlik va biroz uni tushunish narsasi hissini o'zingiz shakllantirgan bo'lishingiz kerak va shunda sizni qurayotgan jamoangiz yoki siz bilan ishlayotgan paytda bunaqa odamlar bilan ishlashda yengillik his qilasiz o'zingiz. Ya'ni ular jim bo'ladi, lekin ishonchli bo'ladi. Qanaqadir sirlaringizni aytsangiz bo'ladi, bemalol. Sadoqati bo'ladi, osoyishtalikni ta'minlashda asosiy rol o'ynaydigan odamlardan bittasi hisoblanadi. Endi ko'k toifadagi odamlar bilan ham biroz chiqish qiyinroq. Ularning kamchiliklari haqida aytib o'tdik. Ko'k toifadagi odamlar bilan chiqishayotganda qizil toifadagilardan farqli o'laroq ularga tafsilotlar va aniq raqamlar juda muhim. Ya'ni tafsilotlar bilan bir boshdan A nuqtadan B nuqtagacha aytib berishingiz juda muhim hisoblanadi. O'sha rejalarni step by step tushuntirib berish kerak. Ya'ni A nuqtada bu ish bo'ladi, undan keyin bu ish qilganimizdan keyin bu nuqtaga o'tamiz, bu nuqtadan keyin bunga o'tamiz deb har bitta nimani dekompozitsiya qilib tushuntirib berishingiz kerak. Qilmoqchi bo'lgan ishingizni. Shundagina u o'shanda ham qanaqadir xato topadi. Bunaqa bo'lsa-chi deb tanqidiy ruhda qarash mumkin yoki qanaqadir ishonmaslik, shubha nuqtai nazaridan qarash mumkin. Va ana shunaqa paytda siz ularda bildirgan fikrini, ularda bildirgan reaksiyasini normal qabul qiling. Xafa bo'lmang umuman ulardan, chunki ular shunaqa odamlar. Iloji boricha faktga tayanib gapirsangiz, ularga shunchalik yaxshi. Chunki ular hissiy ularni manipulyatsiya qilishingizga ularda o'zi qarshi nimasi bor. Shunaqangi bir immuniteti borki, hissiyot bilan ularni qamrab ola olmaysiz. His-tuyg'ularga emas, mantiqqa asoslanib qaror qabul qiladigan odamlar bo'lganligi uchun ularga raqamlar, asosiy punktlar, rejalarni bosqichma-bosqich tushuntirish sizga qo'l keladi. Ya'ni umumiy tushuntirmoqchi bo'lgan narsam, atrofimizda har bitta odamda mana shu aytib o'tilgan toifadagi ma'lum bir sifatlar, ma'lum bir xarakterlar shakllantirilgan. Va biz korxonada ishlaydigan oddiy odam sifatida boshlasak, misol uchun oddiy bitta joyda ishlaymiz, qanaqadir menejerimiz yoki qanaqadir bitta bo'lim rahbarimizmi? Endi biz atrofimizdagi odamlarning qaysi sifatga kirishini asta-sekinlik bilan o'rganib borishimiz kerak. Ya'ni ular kim, qanaqa toifaga mansub, ularda xarakteri qanaqa va ana shu xarakterdan kelib chiqib turib, ularda xarakteriga ko'ra yondashish, ulardan foydalanishingizda, ular bilan to'g'ri muloqot qilishingizda, ular bilan o'zingizni kommunikatsiyangizni, munosabatingizni, networkingingizni shakllantirishda sizga qo'l keladi. Misol uchun istalgan qizil odam bilan sirazi networking qilmoqchi bo'lsangiz, uni bittagina harakatidan qo'rqib ketishingiz mumkin. Ya'ni meni bu videoda yetkazmoqchi bo'lgan asosiy narsalarim har bitta toifani beradigan reaksiyasi bu normal. Undan siz xafa bo'lishingiz kerak emas. U sizni misol uchun birinchi ko'rgandagina yomon ko'rib qolib sizga unaqa narsa qilmadi. U hammaga shunaqa. Butun insoniyatga qaratish shunaqa. O'zini ma'lum bir prinsipi, o'zini temperamenti bor. Shunaqa
toifadan kelib chiqqanligini o'zi jamiyatdagi umumiy balansni ushlab turishga yordam beradi. Misol uchun olaylik, siz bitta kompaniya qurdingiz, startap qurdingiz, u startapga faqat sariq turdagi odamlarni yig'ib oldingiz. Natija nima bo'ladi? Natija rasvo bo'ladi. Chunki u yerda hamma eng populist odamlar yig'ilgan, eng optimist odamlar yig'ilgan, hamma zo'r qilamiz, startapimiz dunyoni yengadi, startapimiz dunyoga chiqadi, startapimiz IPOda eng zo'r investitsiyalarni oladi, IPOga chiqaramiz, startapimiz zo'r bo'ladi degan narsani hamma gapiradi, lekin hech kim ish qilmaydi. Yoki deylik, startapingizga faqat qizil toifadagi odamlarni yig'ib qo'ydingiz. Faqat buyruq beradi, buyrug'imni bilan qabul qilmaydi, faqat o'zini aytganini qiladi, birov bilan janjallashib o'ziga agressivlik bilan yondashuv qiladi. Nima bo'ladi natija? Fail bo'ladi. Yoki startapingizga yoki ishxonangizga faqat ko'k toifadagi odam yig'ib oldingiz. O'zingiz ko'k toifasiz deylik, faqat ko'k toifadagi odamlar yig'ib oldingiz. Nima bo'ladi? Ish hech qachon oldinga yurmaydi. Har doim rejalashtirish to'xtaydi. Hech kim hech narsa qilmaydi. Hamma rejalashtiraveradi, hamma punktlar bilan o'ralashib yuraveradi, natija qilmaydi. Yoki faqat yashil toifadagi odamlarni olib oldingiz. Nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Faqat qarorni o'zingiz qilishingiz. O'zingiz ham yashil toifa bo'ladigan bo'lsangiz, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Umuman hech narsaga erisha olmasdan qolib ketaveradi. Shuning uchun bu toifadagi odamlar har doim bir-birini to'ldiruvchi sifatida jamiyatda kerakli toifa hisoblanadi. Ya'ni jamiyatda biz startap qurmoqchimisiz, sizga aniq rahbar sifatida bitta qizil toifali odam shart. Chunki u boshqa odamlarni xarakteriga, boshqa odamlarni holatiga qarab o'tirmaydi. Asosiy vazifasi shu kompaniyani yuksaltirish, o'sha kompaniyani oldinga olib chiqish bo'ladi. U yo'lida nima bo'ladigan bo'lsa, yanchib o'tadi. Va sizga ana shu qurayotgan joyingizda ko'k toifali odam ham kerak. Chunki hamma narsani nazorat qiladigan, hamma narsani punktlari bilan hisob-kitob qiladigan, hamma narsaga shubha bilan qarab, uni to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshiradigan bitta aniq auditor yoki moliyachiga o'xshagan odam kerak bo'ladi. Yoki yashil toifadagi odam. Hamma narsaga stabillikni qadrlaydigan, ishni indamasdan qiladigan, shon-shuhratni so'ramasa ham o'zi vazifani sidqidildan bajaradigan bunaqa toifadagi odam ham. Va kerakli paytda, stress paytda, qanaqadir depressiya paytida hammani yangi g'oyalar bilan, yangi ideyalar bilan oldinga olib chiqib ketadigan, odamlarni o'sha tushgan tupikdan olib chiqib ketishda o'zini pozitivligi, o'zini optimistligi bilan yordam beradigan sariq toifa ham sizga kerak bo'ladi. Ya'ni umumiy xulosa sifatida atrofda shunaqa tipdagi odamlar bor va u odamlarni normal qabul qiling va ularga to'g'ri yondashuv asosida ular bilan muloqot qilishga harakat qiling va ularni to'g'ri shu usullardan foydalangan holatda ishlatishga harakat qiling. Va birovdan xafa ham bo'lmang, birovdan o'ksimang ham, birovni gapirgan gaplarni shaxsiyatingizga hech qachon olishga harakat qilmang. Endi ba'zi narsalar mustasno bo'ladi, lekin mana shu narsalarni ichiga olib qarasangiz ham hamma hurmatga loyiq, hamma odam sizni chiroyli muomalangizga loyiq. Hech kim ertalab uydan birovdan qattiq gap eshitaman yoki birovdan yomon gap eshitaman deb chiqmaydi yoki birovga yomon gapiraman deb chiqmaydi. Shunchaki biz odamlarni noto'g'ri tushunamiz, turli xil rakursdan dunyoni ko'rganimiz uchun bir-birimizni noto'g'ri tushunib boramiz va natijada konfliktlar, boshqa narsalar kelib chiqadi. Videoda yetkazmoqchi bo'lgan asosiy gaplarim shundan iborat edi. O'ylaymanki, men bu o'rgangan narsamni sizlarga qanchalik yetkazib bera oldim bilmayman, umid qilaman, lekin yaxshi yetkazib bera oldim. Men misol uchun o'zim shu darajada hozir energiyaga to'lib ketyapmanki, chunki men bu narsani o'rgangandan keyin odamlardan na xafa bo'laman, na stressga tushaman, na ularni gaplarini jiddiy qabul qilaman. Hammasini toifasiga ko'ra, hammasini xarakteriga ko'ra qabul qilaman, unga ko'ra yondashuv qilaman va meni ancha yengil tortishimga sabab bo'ldi shu narsa. Shu sababdan sizlarga ham shu narsani maslahat beraman. Qo'shimcha maslahat sifatida Thomas Eriksonda shu aynan Surrounded by Idiots, ya'ni atrofda ahmoqlar kitobini olib o'qinglar. Va o'qiganinglardan keyin yana ham boshqa odamlarni yaxshiroq anglanglar va o'zingizlarning ish joylarida, ayniqsa ish joylarida yoki do'stliginglarda mana shu usuldan foydalansanglar, munosabatlarda juda ham uzoqroqqa borasizlar degan umiddaman. Yana bir bor aytib o'taman, bu video psixologiya haqida emas. Shunchaki lyuboy har qanaqa holatga to'g'ri keladigan bo'lganligi uchun bu video tayyorlandi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, komment yozinglar. Obuna bo'lishga harakat qilinglar. Bu meni xursand qiladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.